Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Şerif Türkistanlı kardeşler, bugün ben bu video arkalık Uygurlarning beşe kilayotgan intayin zil mesele ve üzemninki zalim qanxo'r Xitoyga bo'lgan g'azab nafratim hamda ailemning guvohligini bermoqchi. Qarindoshlar, yaqindan buyon bir qancha kundan oldida Amerika Kengash palatasi tarafidan birga qarshi 406 natija bilan qarshilik bilan ma'qullangan Uyg'ur kishilik qonun loyihasi Kengash palatasi tarafidan ma'qullik o'tib, ya'ni Amerika zontuning oldiga boradiganga tayyor bo'ldi. Bir qancha bosqichdan keyin Allah muşta xeyirli qilib bergan bo'lsa, bizning bu Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash bu qonuni ma'qullanib kelish ehtimolligi bo'lgan xalqlik bir paytda turyapmiz. Millatimizningki kishilik huquqini qo'g'dash, millatimizningki zolim Xitoyninki qo'lda qirilib tugab ketishdan oldini olish uchun mush xizmatni qilayotgan barliq qarindoshlarga men chin ko'nglimda rahmatimni va samimiy salomimni yo'llayman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Va shuning bilan birga zolim Xitoy bu parlament a'zolarininki nayt yuqori ovozdan qo'llashi bilan ma'qullangan bu qarorga zolim Xitoy hech qachon chidab o'ltirolmay, vatnimiz Sharq Turkistonda chet elning xabarlarini yushirayotgan Xitoy bu xabarni bizningki har sohadagi doktor, sestra, o'qituvchi degandek har sohadagi kishilarni ayrim suhbat qilish hamda Amerikaga qarshi gap qildirish orqali buni har xil taratqularda taqtish orqali yana Uyg'urlarningki Sharq Turkiston bay-bayashat yashayotganligini majburiy holda xalqimizga so'zlatmoqda. Xitoyning bu o'yinni buzib tashlash uchun bizningki o'zimizning insondagi huquqimizni qo'llash uchun bizlarmi bu vaqtda o'zimizningki oilasi to'g'rilib, o'zimizningki vatnimiz Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz, vatnimiz Sharq Turkiston uchun bir kishilik hassamizni qo'shishimizni men bu yerda hamma qarindoshlardan tuvanchilik bilan so'rayman. Chunki yaqindan buyon Sharq Turkistonning da'vosi nayt sus bir holat kelib qoldi. Nurg'ullar qarindoshlar nayt umidlangan bir holat kelib qoldi. Zolim Xitoyningki to'rdagi qo'lchimoqchilar bo'lsa, Uyg'urlarning ichiga har xil fitna fasod ziddiyatlansa, birsi-birsimizga ishonmaydigan, xizmat qilayotgan odam kim? Munofiq kim aramaydigan bir holat keltirib qo'ydi qarindoshlar. Shuning uchun biz vatnimiz Sharq Turkistondan chiqqan vaqtimizda o'ylagan niyat maqsadlarimizni hargiz unutib qolmasligimiz, bizningki islom dinimizga zid bo'lmaydigan foydali sharoitlardan foydalanib Xitoyga qarshi Xitoy bizga hozir tashviqot hujumi, axborot hujum qilayotgan bo'lsa, bizmi ularningki har xil tahdidlardan qo'rqib qolmasdan shularga qarshi bizmi o'zimizningki ko'rgan zulmlarni, ota-onamizning chekkan kunlarini, ota-onamizning rasmlarini olib turib, ayni qozoq qarindoshlar qanday guvohlik bergan bo'lsa, qanday mediadagi qanday axborot xizmatlarini qilgan bo'lsa, biz undan necha hassa oshirib, bizni cho'nglar, rahbarlar, ustozlar yetaklab bu faoliyatlarni yaxshi qilaylik qarindoshlar. Chunki hozirda bir nozik xalqlik paytda yan ketkizib qo'ysak, bizning vatnimiz Sharq Turkistondagi millionlagan qarindoshlar zolim Xitoyninki jahannamdan qilishsiz shunday bir azoblarni tetib Allah'ın dergahına ketib qoldi qarindoshlar. Biz bunun oldini olish uchun qo'limizdan kelishi sabab qilib boqaylik. İsmim Abdushukur Abdulbasit. Qashqar shahri Yupurg noyasida Qarjima kenti 12 mahalladan 20 nomerlik uyda o'ltirman. Mening dadam Abdulbasit Sayim 47-48 yosh atrofida men o'lim xabari keldi. Dadam 22 yillik chelishchi ham tantarbiyachi. Men dadamning o'zidan paralanish orqali dadamningki hayotida bir haqiqatan bir doktorxonaga kirib baqqanni yo tan salomatligininki nacharlashib baqqanni Allohning rahmati bilan hech uqmadim. Dadam menga o'zi ashtaq deb bergan. Dadam nayati qovul, bestilik, badanda kasallik yo'q, shunda sog'lom bir odam edim. Men chiqib ketgandan keyin men uydagilar bilan bir qancha qatim aloqalashdim. Aloqalash jarayonida dadamni to'la so'roq savolga akitib, yana qo'yib berib, yana akitib qilgan xabarni oldim. Undan keyin men sababli uydagilarga bir ish bo'lib qolmasin deb men aloqa qilmadim. Bir mezgil o'tgandan keyin menga ma'lum kishilar sababdan dadamning o'lim xabari keldi. Dadamning o'lim xabari kelganda men o'zim nima qilishimni uqolmay gangirab turib qoldim. Xuddi men bu dunyoda yo'qdek o'zimni yo'qitib qo'ygan bir o'lik jasaddeklar his qilib qoldim. Chunki dadamningki meni qanchalik yaxshi ko'rganligini, men ko'nglimga ayon qanchalik men ajr qilganligini, men bir aqlli inson bo'lish siftim bilan
men ko'nglimga ayon bo'lganligi uchun men o'zim nima qilarimni yo'qitib qo'ydim. Hozir u vaqt hissiyotimni o'ylesam, hozirmi qanday hissiyot turayotganligini uqmayman. Dadamning o'lim xabari menga nihoyat og'ir keldi. Chunki dadam ya kasalchan yoki bo'lmasa boshqa bir aciz zeb bo'lmaganligi uchun menga nihoyat og'ir keldi bu musibat xabari. Xabar kelgandan keyin men tavakkul qilib uyamdagilar bilan aloqalashdim. Uyamdagilar aloqalashgandan keyin men bu xabarga ishonmay uyamdagilar bilan aloqalashdim. Uyamdagilar bilan aloqalashgandan keyin bu xabarning rost ekanligi dadamningki jinoza namozidan tushirilib yerga qo'yganligiga bir hafta bo'lganligini uqdim. Qayg'urdim. 5-4 oygacha o'zimni topamadim, aslim kelamadim. Men vatandan chiqqan vaqtimda yoki telefonimda yoki bir suratlik o'yliklarninki hech qanday rasmini olmay men zalim Xitoyning turmusida vatanda 2 qatim kirib, bir qatim 30 kun, bir qatim 40 kun yetib chiqqan sababimdan turmidagi nurg'ulg'an zalim Xitoyning qarindoshlarimizning qiynashlari, shu qiyin qisqa jarayonda o'lib qolgan, ayollarimizni tajovuzchilik qilganligi, bosqinchilik qilganligi, qiyin qisqa qolganligi, 24 soat qo'llaridan 3 gal kishilardan ajralmaydiganligi, ham shunda hayotni o'zimning yashab boqqanlik sababidan men uyamdagilarga bir şey yapamazsın deb o'ydigilarniki ta hozirgi bir parcha rasmini telefonimda yoki yerimda saqlab qolmaganligim uchun hozir chiqarib bir parchama rasm chiqarib men uyamdagilar to'g'ri guvohlik beramadim. Ham hozirgacha guvohlik bermagan bugun qo'limda garchi rasm bo'lmagan bo'lsa-mu 22 yilga yaqin cheniqib chelishchi shu qavul baslik dadam haqida guvohlik berman. Ey zalim Xitoy, sen mening dadamni qaysi usul bilan o'ldirding? Inshaalloh men hayotda bo'l ekanman, o qisasini olmay qo'ymayman. Alloh taolo men bu kuch qudratni, bu qisas elish niyatimni yandırmay, irodam chin mustahkam qilishni barliq qarindoshlarim men uchun duo qilishni so'rayman. Onam, mening onam Ayshangul Mulla. Hozir nada nima ish qilyapti, qanday holatda ish ko'rishim yo'q, hech qanday aloqam yo'q, uni uqmayman. Akam Abduveli Abdulbasit 29 yosh. Men akamninki nada nima ish qilayotganligidan hech qanday xabarim yo'q. Hech qanday xabar olamadim. Singlim Asimgul Abdulbasit 25 yosh. Nima ish qilayotganligi nada hech qanday bir ma'lumotim yo'q. Singlimning 3 bolasi Habibullah Seyfullah, akamninki 2 bolasi Xadicha Abdullah, akamning ayoli Rizvangul Fayzvat Naystin. Bularninki nada nima ish qilayotganligini hech qanday aloqam yo'q. Bular menga eng yaqin bo'lgan urug' tuqqanlarim. Başka urug' tuqqanlarimniki hayotmi, o'likmi, tirikmi hech qanday uqmaganligim uchun hozir o to'g'riliq guvohlik bermayman. Alloh tez fursatda bizning qarindoshlarimizni qutqizib chiqish uchun bizlarni jangovar, haqiqiy bir sabdil, haqiqiy samimiy bir iymon egisi qilib chiqish uchun Allohdan hammalar uchun duo qilaman qarindoshlar. Gapim sal egizga chiqib qoldi chunki hozir kayfiyatim men tunji qatim guvohlik berishim, uyamdagilarningki ahvolini o'ylab, ichimdan azoblanib, kechki ishlab uyqum kelmay bir qancha haftadan yoki nihoyat bir ko'nglim buzilgan bir holatda sizlar bilan o'rtoqlashyapman buni. Men o'zim İstanbul yashayotgan jarayonda nurg'un qarindoshlar bilan yuzaki uchrashib, nurg'un fikrlarni qilib boqdim. Beshiga hatto meningdan necha asli ig'ir kun kelgan ota-onasiningki turmida ekanligini o'qib turayotgan, vatandagi ma'lum bir kishilar bilan aloqa qilib turayotgan, hatto bir emas 70-80 urug' tuqqan jazo lageriga turmalarga kirib, oldi o'ligi chiqib bo'lgan, keyin 7-8 yildan 15 yilgacha jazo lagerida bir qancha yil tarbiyalanib chiqqan urug' tuqqanlar bor. Turkiyadagi, Yevropadagi, Amerikadagi har xil insonlar, ya'ni bu Xitoydan qo'rqamdi yoki nima sababdan shu urug' tuqqanlar uchun mazlum ota-onasi uchun bekib cho'nqi ota-onasi uchun guvohlik berib, mana jasoratlik bir o'tirib chiqib, zalim Xitoyning qarshisida turib, Allohdan taqdir qilingan bir musibatdan boshqa musibatninki beshiga kelmaydiganligi shaksiz ishongan holda qo'ldan kelgan imkoniyat bilan bu kurashmaydigan media axborot kurashmaydigan chiqolmaganligidan nihoyat afsusman. Ey qarindoshlar, Allohdan qo'rqinglar. Qiyomat kuni Allohning oldiga borganda Turkiyada yashab o'lib ketdingmi, Yevropada yashab o'lib ketdingmi, Amerikada yashab o'lib ketdingmi? Sen nima uchun qarindoshlaring uchun, nima uchun vatning uchun, nima uchun sening arnimsin bo'lgan qiz ayollaring uchun, ochillaring uchun, onalaring uchun kurash qilmaysa deb Allohning oldida bergan o'y hisobdan birinchi bo'lib qo'rqinglar. Undan keyin sizlarni kichikdan tortib o'ziniki ajr mehnatlar bilan o'zi yemək yegizib, kiymək kiygizib, jabr jafolarni sizlarni cho'ng qilgan ota-onalarningki, urug' tuqqanlaringlarningki
üstünlerdeki hakkınlarını ada kılışka, ular igi çıkışınlarga meslen tavsiye kılmak karındaşlar. Eğer mende hatalık bolsa, man kelip 100 lirani yoki bo'lmasa telefon orqali boshqa yerda qarindoshlar samimiy taklif fikringlar bo'lsa berishinglarni so'rayman. Men sizlar bilan qarindosh bo'lganligim uchun, men sizlar bilan bir vatandosh bo'lganligim uchun, men sizlar bilan bir dindosh millat bo'lganligim, bir millat bo'lganligim uchun bu yerda aynan o'zimniki so'zlash qobiliyatim qanchalik bo'lsin, yoki bilim saviyam qanchalik bo'lsin, mening o'zimning qalbimda o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashib bu yerda o'ltirib, sizlarni men qarindosh, sizlar bilan bir safda bo'lib, zalim Xitoyning qisosini olaman deganligim uchun men bu yerda turib gap qilibman. Ey qarindoshlar, tor sohasida qaraydigan bo'lsak, birsi-birimizning keynidan ko'lash, birsi-birimizning izzat obro'yini tushirish, torchmoqchilarniki keyni kirib, yo'q qilan ishlarga fitna bosat deb og'ir kuchimizni zalim Xitoyga emas, balki o'zimiz qartib kuchimizni xo'rtib yetgan bir ahvolga chiqib qoldik. Agarda millat uchun, vatanimiz uchun azroq bir foydali ish qilgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Bu tor sohasida bizniki zalim Xitoyga qarshi bir og'iz yozmaydigan, bir og'iz ekranga chiqib yoki bir og'iz so'zlamaydigan, o'ziniki bir atdigan soat 8dan kecha soat 11 o'shkish telefon qo'ldan tushmay, o'zing dunyolik ish bilan yuradigan kishilar shundoq bir odam bir ish qilib o'tirib chiqib bo'lsa, uning keyindan fitna bozat qilishdan saqlaninglar. To'g'ri qilgan bo'lsa, Allohda ajrini o'zgardi, xato qilgan bo'lsa, qiyomat Allohning oldida o'zi hisob berdi. Ey aziz suyimli Sharq Turkistonlik muhojir bo'lgan qarindoshlarim, birimizni qo'llab-quvvatlaydi. Biz shaxsan Anvarjon qarindoshimiz bilan o'rtoqlashib faoliyat qilgandan buyon hozir qadar biz ham nechta qitimlab biz faoliyatimizni kengaytirib, kunda qilayli. Biz azroq bizmi iqtisod talab qilayli, boshqalardan bir murojaat chiqarayli deb o'ylashdik. Ammo xalqimizga bir fitna bo'lib qolmaydi. Xalqimizdan bir qalbiga ajab mavlamo shu uyni bekish uchun yoki hokazo qilish uchun bu da'vo yo'l chiqib ketgan degan nom atoq kelib qolmaydi deb qo'rqib, ash tordagi torchmoqchilardan bizga qildigan hujumlardan ansirab, bizmi kichikgina bir ishni aytib berib, Anvarjon qarindoshim 2004-yil, 2005-yillarda ishiltirgan 10 yil burun ishiltirgan kamerada mana bizga surat kelib, eski bir kompyuter vardı, 4-5 lira olgan. Shu kompyuter bilan 3 soatlab bir videoni ishlab taqib, o'ziniki balalarni mashq solgan, ishlarini mashq solg'izib, bu hokazo, ya'ni uyni bekib bir tarafdan kunlik ishlar bo'z qilib. Shunda bir jafoliq tuvan holatdami biz yenimizda hatto 7 oylik, 6 oylik tok gaz suv patrolları yig'ilib ketsinmi, ya'ni biz boshqalardan yordam so'rashdan biz nomus qilib, mushu qo'limizdan kelgan da'voni azroq bo'lsa qilib boramiz. Agar xato qilgan bo'lsak, Alloh bizni afv qilsin, to'g'ri qilgan bo'lsak, ajrim bersin. Qarindoshlarimga yana bizni samimiy taklif fikr bo'lsa berishini, 100 lira berishini yoki bo'lmasa telefon orqali berishini so'raymiz. Demak, maqsad qarindoshlar, bizmi nurg'unlagan qiyinchiliklarga duch keldik. Qarindoshlar murojaat qilishdan yoki bo'lmasa birisini oldirib berib deyishdan nomus qildik. Balkim bir qancha odamga deb baqdik, ammo lekin yana o Turkiya sharoitida hammanglar ko'rdinglar, bu turmushning qanchalik qattiq ekanligini, bu yerda bir yaşamakның ne kadar bir ters ekanligini hammamiz ko'zimizdan ko'rganligimiz uchun bizmi bu murojaat chiqarishdan yo vaqiza qilishdan o'zimizdan qilayotgan bu axborot sohasiga tashviqot xizmatimizni kengaytib qilishdan ma'lum sabablar tufayli, asos iqtisod sabab tufayli bizmi cheklanib qolib, bizmi oila boqishga, kunlik hayot kechirishga majbur bo'lib qoldik qarindoshlar. Unda bo'lgan ekan, Sharq Turkistonning da'vosi uchun siz Alloh rizosi uchun iyon qilasiniz, iyon qiling. İyan kılanmasanız, fikriniz olsa çıraylık bering, ama birisi-birisiniz bilan siz 100 lirani tillaşmang. Oturduk mevhum adamniki çeplagan debiga siz usul o'ylamay, zalim Xitoyga qarshi harakat qiling. Qarindoshlar, men bugun siz chechilib jiqib qilib qo'ydim. Bu meniki tunji qatimliq guvohligim bo'lganligi uchun sal tamtirab qoldim. Men Turkiyada yan kelganlarda hamma odam ismi o'zgartdi u deb, men ismimni eksam o'zgartgandim, ammo vatandagi mening kimlikdagi ismim, yani vatandagi ota-onam men tunadigan ism Abdushukur Abdulbasit. Men Abdulbasit Sayimning o'g'li. Uyamda 5 jon kishi bor. Akamning ayolini qo'shganda 6 jon. Dadamning nabrisidan 5 bor. Ularning sog'mi, hayotmi, nada hech narsa uqmayman. Shuning uchun zalim Xitoy musha turib men shuni xitob qilamanki, ey zalim Xitoy, sening bu kunlaring oz qoldi. Biz bu yo'lda beshimizga bir musibat kelib bizni yo'q qila olsang, Allah Taala bu yo'l san qarshi kurash qilgan insonlarni to'xtatib qo'ymaydi. Chunki Allohning bizga qilgan haq va'dasi bor, biz uni ishlaymiz.
Şeksiz işimiz. Sen bizni canlarımızı kıynaş, bizdeki kalplerimizi sıkış bilen bizni kıynasan Allah'ın bize şu ayetlerde sabır kılınlar. Qalbi sizlərlə yakın degan Allah'ınki ayetleri bilan biz kalbimizni teskin taptırırız inşallah. Allah Taala bizning kuchimiz yetmagan bo'lsa, boshqa bir kavm orqali anlab qo'y, ey Xitoy, qilayotgan bu zolimliklaringning javobini boshqa bir yo'llar orqali, boshqa bir balay kasal, balay afat orqali yoki bo'lmasa boshqa bir davlat, boshqa bir kavmning qul orqali seni ham jazolashga, yer bilan yakson qilib o'tishga Allohninki qudrati yetadi ham cheksiz, biz bunun cheksiz işimiz. Şunun için bu dava yolda, bu köreş yolda biz yüz abroyumuzu köz, yak maddi menfaat için, yak vagiza iş için emez, belki Allah razılığı için çıktık. Biz bu yolunki netice menfaatini fakat Rabbimizden talep kılımız. Şeriat hata olmagan her kandak bir dava bulurken biz inşallah kılımız. Dünyanın her qaysı yerde özünki ısık canlarını berip Xitayga karşı köreş kılatkan barlıq karındaşlardan Allah razı olsun. Yakki yeganı kayıp kalsın, yalnız kayıp kalsın, başkalar kollaması mı, başkalar iqtisat beğenmesi mi, yetim kaldırılsın mı, fitne fasat kayıp kalsın mı, şu dava yolda sağlam meğvatkan barlıq teşkilat rehberleri olsun, fidayı karındaşlar olsun, hemmanlar Allah'ın güzel salam olsun, Allah'ta rahmet, mağfiret dileymeslerge, Allah yolundan uçkusun, zalim Xitayını yer bile yeksan kıvetsın. Hem de bizden uygunluğa vaktimiz geldi. Yaşlarınki g'aflat yurgan vaqtimiz tugadi. Bizdan uyg'onib birlikda qo'limizdan nima kelsa shuni qilgan vaqtimiz keldi. Biz kalimizni oddiy chaqlamaylik, qo'limizdan har xil ishlar keldi qarindoshlar. İstanbulda 20-30 mingdan Uyg'ur bo'lsa, 20-30 mingga Uyg'urniki 5-10 dan odam bo'lsa, oz deganda 200-300 ming odamniki guvohligini beradi. Xitoyniki qilayotgan bizga tuhmatlarga qarshi javob qaytarib qo'yadi. Xitoyniki yaqinda YouTube'dan 50 minutlik bir İngilizce bir xabarini gördüm qarindoshlar. O xabarda taki 99 yıldan tatip taki 2009 aralıq tug'ilgan bo'lgan hamma voqeaniki Uyg'urlar mashina ko'tarayotgan yoki Xitoylarni urayotgan, chanayotgan degandek rasmlarni portlatgan rasmlarni tor sahasi qo'yib ingliz tarjima qilib Uyg'urlar dunyo terrorchi ko'rsatib bu xalqlik bir paytda o'tirib chiqarib bizlarni qaralamoqchi bo'ldi. Shuning uchun biz o'zimizningki terrorchi ekanligimizni, Xitoyningki zolim terrorchi Xitoy ekanligini, bosqinchi ishg'oliyatchi Xitoy ekanligini, bizning vatanimiz Sharq Turkistonning o'zimizning haq davlatimiz, haq vatanimiz ekanligini oshkorlab, hammamiz o'rtaq guvoh beraylik, guvohlik beraylik. Bizningki vatanimiz Sharq Turkistondan ne kadar foydalanib ne kadar bizge yani özümüzdeki devletimizden, özümüzden ve faydalanıp bizden çıkan baylıklardan yani bizim eşekке ve kul kılıp işletip bizim ne kadar harlıqallığını hemmimiz İngilizce bildiğanlar İngilizce, Rusça bildiğanlar Rusça, Arapça bildiğanlar Arapça, Türkçe bildiğanlar Türkçe. Medya sahasında bizim toxtamasında hareket kılaylı. Yani ben bu yerden İstiqlal Televiziyası olsun, Erkin Asya Radyosu olsun, Avrupa'daki Uygur Tor Televiziyası olsun, Uygur Agentlik olsun, her kandak bir haber kanalınınki, Xitayninki şu yalgan sepsetlilik karşı nayet güçlük aldı Uygur TV olsun, unutup kaptım ya. Xitayninki yalgan töhmet sepsetlilik karşı nayet güçlük bir şekilde canlılık videolarını, guvalıklarını işlep tartışını tavsiye kılmak arkadaşlar. Allah hemmanlarda razı olsun. Köp vaxtını koydum. Allah kamanet. Esselamu Aleyküm.